Hozir sizlar bilan 30 soniya ichida insonlarga va jonli narsalarga nisbatan gap qo'shimchasini berishni o'rganamiz. Agar so'zimiz rus tilida a yoki ya harfiga tugasa, doimo y harfiga o'zgaradi. Misol uchun, я звоню Nigiне yoki я звоню tете. Niginaga yoki xolamga qo'ng'iroq qildim. Agar so'zlarimiz mягкий znakka tugasa, doimo i ga o'zgaradi. Misol uchun, лошадь лошади. Agar so'zlarimiz undosh harflarga tugasa, ga qo'shimchasini berish uchun har doim u harfini qo'shamiz. Misol uchun, я написала Alisheru yoki другу. Men yozdim Alisherga yoki do'stimga. Agar so'zlarimiz mягкий znak va ikratkiga tugasa, mужской rodda doimo ga qo'shimchasini berish uchun yu ga o'zgartirasiz. Misol uchun, Sergeyu yoki lekaryu, Sergeyga yoki tabibga. Agar so'zlarimiz iya bilan tugasa, doimo ikkita i ga o'zgartiramiz. Masalan, Mariya, Marii. Lekin istisno holatlari mavjud. Agar qizlarning ismi undosh harflarga tugasa, ga qo'shimchasini berish uchun hech narsa qo'shmaysiz. Misol uchun, Sevinchga demoqchi bo'lsak, просто Sevinch deymiz. Yoki Maryamga demoqchi bo'lsak, просто Maryam deymiz. Agar erkaklarning ismi unli harflarga tugasa, bu holatda ham hech narsa qo'shmaysiz. Misol uchun, Yahyoga demoqchi bo'lsak, Yahyo deymiz yoki Aliga demoqchi bo'lsak, просто Ali deymiz. Mavzuni yaxshi tushungan bo'lsangiz, izohlarda ismingizga ga qo'shimchasini to'g'ri yozib qoldiring.